Assalomu alaykum qadrli yurtdosh obunachilar. Mana bugun 2026-yilda 6-may holatida qo'volarimizga ishlarimiz yuklanyapti. Mana shunday sifatli zo'rg'ishlardan kerak bo'lsa 22 kechagi bemalol aloqaga chiqishlaringiz uchun vodiy bo'ylab beramiz. 5 mingtalik, 10 mingtalik, 3 mingtalik mashinalar. Skiro mashinalarda imkon boricha yaqin tumanlarga yuborib beramiz. Qo'volarda uzoqroqlarga dostavka qilib beryapmiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. 22 kechatda xolasalang o'rtasi teshikli, xolasalang o'rtasi teshikli, teshishsiz ishlarimiz bor. Xudo xolasa bu mashinamiz yuklanib Andijon Marhamat tumaniga boradi. Ikkinchisi Namangan viloyati Jamashuv shahriga boradi. Kimga shu atrofdan kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Zavoddan kelib olib ketadiganlarga joyida 780 so'm bo'lyapti. Ochiriq bo'yicha kelib olishlari mumkin. Kimga xomg'ish kerak deganlarga ham xomg'ishlarimiz ham bor. Xudo xolasa mana ikkita apparatdan ish chiqyapti. Kimga 150 ming, xomg'ishlarimiz ham joyida 380 so'mdan bemalol kelib, telefon qo'yib kelib olib ketsalaring bo'ladi. Texnikasi borlar, texnikasi yo'qlar. Manzilda aytsalaring kelishilgan holda Rishton, Bog'dod, Oltiariq, Yozyovon tumanlarigacha, Marg'ilon shahargacha bemalol dastavka qilib berishimiz mumkin. Joyida 380 so'm, dastavkasi alohida bo'ladi. Ishgan ishimizda joydagi narx 780 so'm. Holatlarni ko'rib turibsizlar. Ikkita mashinaga yuklanyapti. 22 pechatda narigi ikkita pechkada chiqyapti. Ikkita pechkadan bittasida pechatsiz chiqib qolyapti orada. Chunki apparatimiz ikkita. Apparatimiz ikkita, bittasi pechat qo'yilmagan holatidagi ishlarimizdan kirib qolyapti, bittasidan pechatli chiqyapti. Kimgadir teshikli, kimgadir teshiksiz ishlar kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Hammasidan bor, xomg'ish, pishgang'ish bemalol telefon qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz.